Videoni o'tkazib yorishga shoshilmanglar. Hozir men sizlarga bu telefonimizni ochib obzor qilib beraman. Juda ham yaxshi telefon, narxlari ham juda ham arzon. Xo'p, narxlarni ham oxirida aytib o'tamiz. Telefonlarimizning dizayni hozir birinchi bo'lib mana komplektini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, komplektida o'zimiz golovkasi shunura bo'lar ekan. Yana nimasi bu yoqda chexol, stiklo, hamma narsasi bor, ninalargacha bo'lar ekan. Komplektida hamma narsasi bor, o'rtoqlar. Ranglari ham juda ham chiroyli mana. Ko'rib turishingiz mumkin, dizaynlari ham juda ham chiroyli. Atigi narxiga keladigan bo'lsak, narxi o'zi hop 2 million so'mdan qilib qo'ydi. O'zi 2,5 million, 2600 ming so'm sotilgan telefon. Soni cheklangan, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dizaynini ko'rasizlar, iPhone'ga o'xshaydi. Ekranlari amaliyot bo'ladi, o'rtoqlar. Original telefon bu. Bu telefonlarimizdan soni cheklangan, narxini atigi 2 million qilib beramiz. Ko'rib turgan S26 Ultra telefoninglar atigi 1 million 200 ming so'mdan 550 ming so'mdan ham sensor telefonlar ham bor. Eng arzoni bizda bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqa telefonlar kimga kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga murojaat qilsanglar bo'ladi.